Demak, birinchi navbatda biz yangi kompozitsiya yaratib olishimiz kerak bo'ladi. 1080 ga 1920 30 frame hamda 5 sekund yetarli. Okey. Demak, biz qog'oz rasmini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun Yandexdan yoki Googledan Paper Pencil deb qidirib o'zimizga keraklisini yuklab olamiz. Avvaldan yuklab olganimdan foydalanaman. Bu yerda import qilib olamiz. Nomini boshidan o'zgartirib ketaylik. Qog'oz. Endi orqa foni uchun biz oq soliddan foydalanamiz. Solidni orqaga o'tkazib qo'yamiz qog'oz effektga. Qog'ozga esa biz effekt bo'limidan CC Page Tone effektini beramiz. Mana bu nuqtasidan ushlab o'zimizga keraklicha qayirib olishimiz mumkin. Taxminan shu yetarli. Bu qirrasini yana yumaloq qilishimiz uchun 50 ni 70 yoki 80 qilib qo'yishimiz kerak. Taxminan 80 yetarli. Endi probel tugmasini bosganimizda animatsiya bo'lmayapti. Animatsiya bo'lishi uchun mana bu fold position yonidagi soatga Alt tugmasini bosgan holatda sichqonchaning chap tugmasini bosamiz. Va kod yozish uchun bizda oyna hosil bo'ldi bu yerda. Biz bu yerga wiggle deb yozamiz. Wiggle. Enter ni bosib, qavs ichiga 3,30 deb yozamiz. Qisqartirganimizdan so'ng ko'rishingiz mumkin. Animatsiya bo'lishi boshlandi. Endi orqa foniga biz soya berishimiz kerak. Soya berish uchun qog'ozni ushlab Ctrl D qilamiz va nomini soya deb o'zgartiramiz. Soya. Soyani qog'oz ortiga olib o'tamiz. Soyaga Page Tone effekti kerak emas. Uni o'chirib tashlab biz tint effekti beramiz. Fill effektini beramiz. Qizil rangni qoriga o'zgartiramiz. Gaussian blue beramiz. Taxminan 5 gradus. Va Bezier Warp berishimiz kerak bo'ladi. Bezier Warp mana bu nuqtasidan ushlab o'zimizga keraklicha qilib sozlab olishimiz mumkin. Taxminan shunday. Endi bu ham animatsiya bo'lib turish uchun, ya'ni qog'ozga o'xshab animatsiya bo'lib turish uchun biz o'ng tomon pastki burchakka, ya'ni nuqtasiga biz kod yozishimiz kerak. Bottom right vertex ni mana soatga bosib, altni ushlab, sichqonchaning chap tugmasini bosamiz. Yana kod yozish oynasi ochiladi va yana wiggle deb yozamiz. Wiggle 3 virgul, endi bu yerda -30 yozamiz. Ko'rishimiz mumkin, animatsiya bo'lishi boshlandi. Lekin soya bu qadar qora bo'lmaydi. Shuning uchun opacitysini tini bosgan holatda kamaytirib 30% qilib qo'yamiz. Ko'rishimiz mumkin, animatsiya bo'lishi boshlandi. Taxminan shu yerga kelib 2,5 sekundga kelib yirtilish holati kelsagina qog'oz 2 ga bo'linsin. Qog'oz va soyani ushlab Ctrl Shift D ni bosamiz. Ya'ni 2 ga bo'lib olamiz. Ushlab tepaga tortib olib qo'yamiz. Endi biz bunga maska berishimiz kerak. Ya'ni qog'ozni ushlab turib pen tool bo'limidan qog'ozga shunday qilib maska berib chiqamiz. Tayyor. Endi qog'ozni ushlab, qog'oz 2 bo'limini ushlab M ni bosamiz va maskani Ctrl C qilib soya 2 ga beramiz. Ctrl V. Soyaga ham maska berildi. Endi qog'oz 2 va soya 2 ni ushlab Ctrl C ni bosamiz va Ctrl V ni bosamiz. Hamda M harfini bosib invert tugmalarini bosib chiqamiz. Endi ayni shu kesilgan joyida qog'oz 2 ga ayrilib ketishi kerak. Undan avval esa qog'oz 3 bo'limini tanlab back page ni tanlagan holatda none ga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Endi bizda qog'oz 2 va soya 2 layerlari ishlaydi.
ayni shu joyda ularga positionga keyframe beramiz hamda rotationga ham keyframe beramiz. U harfini bosganimizda barcha keyframelar ko'rinadi. Endi biz taxminan 5 yoki 6 frame o'tkazib uni joyini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Taxminan mana 6 ta frame o'tkazdik. Endi mana bu ikkisini ushlagan holatda bu yerdan ushlab tortamiz va rotationini ham ozgina o'zgartirib qo'yamiz. Taxminan shunday o'zgartirib joylashuvini sal tortib qo'yamiz. Endi barcha keyframelarni ushlagan holatda F9 tugmasini bosamiz va grafikni o'zgartiramiz. Agarda grafik sizda bunday ochilmayotgan bo'lsa, sizda mana bu holatda bo'lishi mumkin. Narigi holatga qaytish uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bosib Edit Speed Graphni tanlab qo'yamiz. Endi barcha nuqtalarini ushlab Ctrlni bosgan holatda o'ngga tortamiz. Bu yerdagi barcha nuqtalarni ushlab Ctrlni ushlagan holat chap tomonga tortamiz. Natija esa mana bunday. Endi mana bu boshlang'ich nuqtasiga kelib biz bunga agar shake effektini bersak, yana ham realni chiqishi mumkin. Yana ham haqiqatga yaqin chiqadi. Shake effektini o'zimiz yaratishimiz mumkin yoki motion blowdan olishimiz mumkin yoki Jerry shake'dan olishimiz mumkin. Bu yerni tanlagan holatda basicni bosamiz. Buni biroz surib qo'ysak. Animatsiyamiz deyarli tayyor bo'ldi. Biz bunga qo'shimcha elementlar qo'shib boyitishimiz mumkin. Dastlab qo'shishimiz mumkin bo'lgan narsa tekst qo'shib chiqamiz. Tekst bo'limini tanlab cookie fontidan foydalanaman, sababi bu qo'lda yozilganga o'xshaydi. Misol uchun ish qidiryapsizmi? Yozib olib uni joylashtirib olamiz. Taxminan shu yerga joylashtirib olamiz. Endi buni tagiga olib o'tamiz, shaykni tagiga olib o'tamiz va Ctrl D ni bosib pastga olib tushib qo'yamiz. Bu yerga qo'yib, endi ikkinchi tekstimizga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Unda biz bilan bog'lanadi. Buni tekstni joylab olamiz. Endi bu tekstni mana bu qog'ozlarni, ya'ni qog'oz va soyalarni ostiga olib kelib qo'yamiz. Sababi u ko'rinmay turishi kerak bo'lishi. Endi animatsiyani ko'rib chiqsak, ko'rishimiz mumkin. Animatsiya tayyor. Endi bunga yana qo'shimcha effektlar qo'shishimiz mumkin. Misol uchun Solidga biz noise effektini berishimiz mumkin. Mana buni 15 gradus qilib qo'yamiz. Yana ham chiroyli bo'ladi. Endi biz bunga qanaqadir soya effektini berishimiz mumkin. Misol uchun mana buni beramiz. Soya bu tomonga qarab tushgani uchun buni o'zgartirib qo'yamiz. Scale'ni bosib, buni o'chirib -100 bo'lsa bu yoqqa o'tib qoldi. Endi buni qaytarib yoqib qo'yamiz. Endi barchasini ushlagan holatda 3D layerni yoqamiz va null obyekt sozdать qilamiz. Buni ham 3D layerni yoqib barcha narsani null obyektga ulab qo'yamiz. Mana bu shake'dan tashqari. Shake va oq soliddan tashqari hammasini null obyektga ulab qo'yamiz. Mana shu yerda null shu yerga yaqinlashgan bo'ladi. Bu holatda esa ancha uzoqroqdan kelgan bo'ladi. Uzoqlashtiramiz. Mana bu soyamiz ko'rinmayapti. Soyamiz kadrga sig'magani, kadrdan kichkina bo'lib qolganini hisobiga buni kattalashtirib qo'yamiz. Bularni ushlab F9 ni bosib grafikni biroz o'zgartirib qo'yamiz. Taxminan shunday. Natija esa mana bunday.
Endi bunga sound effektlarni qo'shganimizda yana ham ajoyib narsa hosil bo'ladi. Buguncha shular edi. Bizni kuzatib boring. Keyingi darslarda yana ham qiziqarli narsalarni o'rgatishga harakat qilamiz.